Kim yutqizib qo'ysa, shartimizni bajaradi. To'ylar muborak. Tavakkal bor, nima ovqat olib kelay desa, osh olib keling deydi. Yo'q, Shashlik olib faqat keling. kino. Hozirda Angliyada Manchester City Non yasashasizmi? Xohlagan so'zingizni qo'yib ishlatyapsiz, ora-orada. Nahotki shu bo'lsa sevgi. Hammaga assalomu alaykum. Yangi yilda Kapot Show'ni yangi mavsumiga start berdik. Siz hozir Limon Leaf Uz kanalida Kapot Show'ni tomosha qilyapsiz. O'yinimiz 3 ta shartdan iborat bo'ladi. 3 ta shart bo'yicha g'olib mana shu sovg'ani olib ketadi bugun. Kim yutqizib qo'ysa, shartimizni bajaradi. Shart qanaqaligini oxirida aytaman. Rozimisizlar shunga? Bo'ldi, agar rozi bo'lsanglar boshlaymiz. Bizda keyingi Kapot Show sonlariga kimdir tashrif buyurmoqchi bo'lsa, mana raqam qoldiramiz. Shu raqamga Telegram orqali o'zingizni va do'stingizni yoki bo'lmasa o'sha ikki kishi ma'lumotinglarni tashlab yuboringlar, yozib yuboringlar. Biz albatta sizlarni ushbu shouga taklif qilamiz. Qiziqarli bo'ladi, zo'r bo'ladi, kutilmagan sovg'ani olib ketasiz va o'sha kimni taklif qilgan bo'lsangiz, oxirida shart bajarish qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. Demak, shouni boshlashdan oldin qisqacha o'zingizni tanishtirib o'ting. Men bilaman, bizni kuzatib borayotganlar uchun. Men Mo'minxo'jayev Asadbek Azimjon o'g'li, Nizomiy nomidagi O'zbekiston davlat pedagogika universiteti talabasiman. Nechinchi kurs? 2-kurs. Ikkinchi kursmisiz? Ketdi boshlaymiz. Men Rajabboyeva Sarnoz. 4-kurs talabasiman, Nizomiyda o'qiyman men ham. Birinchi shartni boshlaymiz. Birinchi shartimizning nomi oxirgi harfiga qo'shiq aytish deb nomlanadi. Boshladik. Kiss tashlaringiz. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma ishon, o'lib bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman. Azizim. M harfiga. Meni yomon ranjitding, sendan qattiq xafaman, lekin sendek kuydirgi qizni qaydan topaman? Sevgi der ekan, sevgi dilni yer ekan, qizga mehring berguncha, muzga bag'ring ber ekan. Baribir N bo'ldi. Qani N harfiga. O'ylash uchun 10 soniya vaqt beramiz. 10 soniyadan ko'p bermaymiz. Nega bu dil dardlanar, nega bu ko'ngil yoshlanar, bu ko'z yoshlanar, dilda alam nima deysan, qashlanar. R harfiga. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar, gulga qo'sh. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar, dilga jo'shib ketar shahnozalar, shahnozalar. Degami? Raqsga tushar bolalar, yuzlari gullar. O'zingizdan to'qimayapsizmi? Bor shunaqa qo'shiq. Bormi aniq? Bolalar milliy anusda bor. Bo'pti, bor bo'lsa bu oxiri qaysi harf bo'ldi? R harfiga davom etamiz. Rayhon senga uylanaman, o'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Cho'zing boshqa harfga tugasin nega? N harfiga. Nahotki shu bo'lsa sevgi. Nahotki shu bo'lsa hayot. Bo'ldi. Ikki qator aytavering. Bo'pti. Taga. To'ylar muborak. Mungshtung. Ey yorijonim. Afmi. Xohlagan joyda to'xtatib qo'ymanglar unaqa qilib. Maydalab yog'ar yomg'irlar, yuzlarimni siypalab yog'ar yomg'irlar, tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindirab yog'ar yomg'irlar. R harfiga yana. Rashq qilasanmi? Axey, qizg'onasanmi? Yo menga shunchalik ishonasanmi? Istagim yo'limga bul intizor, rashqning ham sevgida quvvati bor. Rashq qilasanmi? Qizg'onasanmi? Yo menga shunchalar ishonasanmi? Y harfiga. Yema. Ishonasanmi? Yey degan joy ham bor ekanda, Y harfiga. Yega bo'lam shunda. Toping Y'ga. Yayra O'zbekiston, O'zbekistonim yayra, gullar chamanzor, O'zbekistonim yayra. Hagi.
A harfiga. Aldamadim, O. sevdim deb seni. Yo'q. Faroqlarda jonim yondirma meni. Sevgisi javobsiz Oqshomlari o'ylayman seni. Muhabbatning azobiga tashlama. Xolagan so'zingizni qo'yib ishlatyapsiz ora-orada. Menimcha hijronning azobiga tashlama meni edi. Iga aytaman I shuni. harfiga. Istamadi bu yurak. Sababini so'rama yor. Xohlamadi bu yurak. Sababini so'rama yor. Davom etamiz. Men ham kanal. Kuchli ketyapti o'yin. Yor. Ustozimiz Jahongir To'zjon qo'shiqlari bor-ku. Ha. Ruslan Nuriddin, Bektemir Meliqo'ziyev, Shahram G'iyosov, O'zbekiston 2010. Mayli hisoblaymiz, bo'ldi. Nastarin guli mayda, bunday gul bordir qayda, mayda, mayda, mayda. Nastarin guli mayda, qayda. Ayb etmang do'stlar bu savdo. Tezlashtirib olamiz she'rni. Bormi faqat mening boshimda? Kimni etmas bu hayot shaydo? Kim kuylamas mening bu yoshimda? Aga. Adashdimmi? Senga balki ko'ngil berib adashdimmi? I harfiga. I harfi ketdi. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasining davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. R harfiga. Ragami? 10 9 8 7 Nega? 6 5 4 Raqsga tushadi aytdim. 3 2 1. Birinchi shartimizni mutlaq g'olibi Asadbek. Hop, hamma ko'rib turibdi-ku endi, chestniy bo'lsin. So, 10 sekund sanadik. Birinchi shartimiz xuddi shunday o'z nihoyasiga yetdi. Hozircha hisob 1-0. O'z mahsulotingizga sifatli va ishonchli etiketka va stikerlar tanlashda adashmang. Agarda siz go'sht, sut mahsulotlari, oziq-ovqatlar, dori-darmon mahsulotlari, suv va ichimliklar yoki tozalovchi vositalar ishlab chiqarish bilan shug'ullansangiz, o'z brendingiz tushirilgan etiketka va stikerlarga buyurtma berish uchun hoziroq ushbu raqamlarga murojaat qiling. 15 yildan ortiq ish tajribasiga ega bo'lgan xodimlar tomonidan tayyorlangan sizning buyurtmangiz o'z vaqtida yetkazib berilishi kafolatlanadi. Demak, Kapot Show davom etadi. Bizga Instagram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Birinchi shart bo'yicha hozircha hisob 1-0. Endi ikkinchi shartni boshlaymiz. Ikkinchi shartimiz nomi qiziqarli savol-javob deyiladi. Ikkala o'yinlarga bitta savol beraman. Kim to'g'ri javob bersa, 1 ochkoni qo'lga kiritadi. Demak, sizga savol hozirgi kunda O'zbekistonni faxri, yurtimizni bayrog'ini baland ko'tarib, butun dunyoga tanitayotgan o'zbek o'g'loni Abduqodir Husanov haqida bo'ladi. Abduqodir Husanov. Xo'p, demak sizga savol. Abduqodir Husanov O'zbekistonda qaysi klubda o'z faoliyatini boshlab, Manchester Cityga yetib borgan? O'sha ketma-ketlikni aytib bering. 4 ta klubmi, 5 ta futbol klubimi? O'shani aytib bering. Agar aytib bera olmasangiz, demak sizga bu shartimizda 0 ochko. Hozirda Angliyada Manchester City Uni aytdim, olib qochmang. Bu konkret savol, olib qochadigan emas. Ungacha nimasini bilmayman. Bo'ldi. Asadbek demak bu shartimizda 0 ochkoni qo'lga kiritdi. Keyingi savolimiz sizga. O'g'irlanmagan kelin deb nomlangan mashhur hind kinosi bor. O'sha kinoda bosh rolni ijro etgan hind kino aktrisasi kim? Shuni so'ramen dedim. Aktyorni bilaman. Endi aktyorini menimcha Asadbek ham bilsa kerak. Shohxonligini. U kishini ismi nima deydi? U kishini ismlari Aishwarya Raymi, shunaqa emasmi? demak siz javobingiz Aishwarya Ray. Shunaqa. Bu shartimizda cho'pyapmi, shunaqa. o'ylab ko'rasizmi? Keling, sizga bitta imkoniyat beraylikmi? Yo bermaylikmi? Beraymi?
Foydasi yo'qmi? Imkoniyat bering. U kishini ismini bilmayman. Bilmaysan. Kino ko'rganimda e'tibor berganman. Shu raydigan simga e'tibor berganman. Keyin plitga cho'p. Tavakkal bor, nima ovqat olib kelay desa, osh olib keling deydi. Yo'q, Shashlik olib faqat keling. kinoda shunaqa simni eshitgan bo'lar ekan. Xo'p, demak, Variantingiz? bilmaysiz aniq. Variantingiz bo'pti, sizga variant qilib beraymi? Kajilku? Adashmayapsiz. Kajil emasmi ismi? Kajilmi, kajolmi? Siz javobingiz? Kajil. Demak, bu shartimizda g'olib Sarvinoz 1 ochkoni qo'lga kiritdi. Umumiy hisob 1-1. Demak, 3-shartimiz nomi tez aytish sharti. Sizlarga hozir tez aytish aytaman. O'sha tez aytishni kim ko'p takrorlasa, 3-shartimizning g'olibi. Tez aytishimiz qanaqa nomlanadi? Demak, non yasashasizmi, sholi sanashasizmi? Tushunarli, a? Bir martadan aytib ko'ringlar-chi. Non yasashasizmi, sholi sanashasizmi? Shunaqa, a? Siz ham aytib ko'ring. Non yasashasizmi? Yasay. Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Menimcha g'olib kimligini taxminan hamma bilib bo'ldi. Xo'p, mayli. Yasash. Ko'ramiz qani kim ko'p marta va to'g'ri takrorlaydi. Kim boshlaydi? Sarvinoz. Boshlayman. 1 2 3 boshladik. Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? 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 Non yasashasizmi? Sholi. 6 mayli 6 ta. 6 ta. To'lekin. 1 2 3 non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Ketdik. Non yasashasizmi, sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi, sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi, sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi, sholi sanashasizmi? 4 ta bo'ldi. Menimcha ikkinchisida adashdingiz ham. Xullas 3-shartimizning g'olibi Sarvinoz. Yuring Asadbek, yutqizib qo'ydingiz. Kapot shu yangi mavsumni xuddi shunaqa qilsak nima deysizlar? Qiziqmi? Demak, bugungi o'yinimiz g'olibi Sarvinoz. Sarvinozga biz sovg'ani topshiramiz. Endi sovg'a nima edi degan kimdirlar endi baribir qiziqib o'tirgan bo'lishi mumkin. Ushab turing mikrofonni. Xo'p, bular birinchi yangi mavsumdagi birinchi Kapot shouning ishtirokchilari talabalar bo'lgani uchun men shundan kelib chiqib bularga bir martalik ujin olib keldim. Xullas, 2 ta non. Yo, bu jiddiy o'zingizga. Go'sht. Men go'sht yeyman, vegetarianman. Xonadoshlaringizga berasiz. Oling, yo ko'rsa hamma ko'rsa, men xazdan tashqari. Kartochka bor. Voy, go'sht. Produktlar. Kartochka, piyoz, sabzi bor xullas ichida va bizni jamoamizni nomi Limon jamoasi bo'lganligi uchun an'anamizga sodiq qolgan holda limon yoki ovqatdan oldin ishtahani ochish uchun yoki ovqatdan keyin hazm qilish uchun ketaveradi. Sovuq holada. Xo'p, shartimiz shunaqaki, endi biz mana hozir Bunyodkor stadioni va qarama-qarshisida ko'rib turibsizlar. Yaxshi olinyaptimi? Mo'yka bor. Mashinalar yuvilyapti. Asadbek, xullas hozir siz o'sha mo'ykaga borasiz. Biz sizni uzoqdan syomka qilib turamiz, lekin oxirida syomka qilganimizni aytib qo'yasiz. Xullas siz hozir o'sha mo'ykaga borasiz. Istalgan mashinani xolasangiz, karcher qilayotgan xolasangiz, mashina artayotgan birorta akamizni oldilariga borib, xuddi boshdan. shunchaki o'zingiz tomdan tushganday borasizda, nima qilasiz? Biz bekitib kameraga olamiz, lekin oxirida aytib qo'ying. Mana shunaqa kameraga olindi. Agarda nima qarshi bo'lsangiz, mana shunaqa shart bajardim deb, keyin oxirida aytib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Rozimisiz? Xafa emasmisiz? Yo'q, o'yin zo'r. Bo'ldi, gap. Sizni tabriklaymiz, yana bir marta sovg'ani ketishda olib ketish esdan chiqmasin. Biz syomkani boshladik, qanaqa bajaradi, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi aka? Charchamaysizmi? Yordam kerakmi? Nima deysiz? Mashinangizni artishib yuboraymi? Yo'q, rahmat. Artib bo'lganmi? Artmang. Artib bo'lganmi? Bo'ldi, ha. Assalomu alaykum. Yordam kerakmi? Kerakmi?
Aka. Kameraga olayotgandik, shartda yutkazib qo'ydim, o'sha yerda qarab qo'ying. Agar nimasi bo'lsa qo'yaring desangiz. Tushunmadim. Shartda yutkazib qo'ydim, kameraga olayotgandik, agar nimasi bo'lsa mo'ykada turgan xohlagan nimasiga yordam berib, qaralashib keling deyishdi. Agar nima qilsak, qarshilik bo'lmasa qo'yamiz. Ha. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kapot showni agarda keyingi sonida ishtirok etish niyatinglar bo'lsa, mana ushbu raqamlarga Telegram orqali faqat ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish shart emas, Telegram orqali biz Kapot showda qatnashmoqchimiz. Mana men shunaqa shu do'stim bilan bormoqchiman, dugonam bilan bormoqchiman yoki akam bilan, ukam bilan bormoqchiman yoki er-xotin bormoqchimiz deb kelishinglar ham mumkin. Bemalol kelinglar, ishtirok etinglar, ajoyib sovg'aga ega bo'linglar va agar sheringiz mag'lub bo'lsa, shart bajarishni tomosha qilinglar. O'z mahsulotingizga sifatli va ishonchli etiketka va stikerlar tanlashda adashmang. Agarda siz go'sht, sut mahsulotlari, oziq-ovqatlar, dori-darmon mahsulotlari, suv va ichimliklar yoki tozalovchi vositalar ishlab chiqarish bilan shug'ullansangiz, o'z brendingiz tushirilgan etiketka va stikerlarga buyurtma berish uchun hoziroq ushbu raqamlarga murojaat qiling. 15 yildan ortiq ish tajribasiga ega bo'lgan xodimlar tomonidan tayyorlangan sizning buyurtmangiz o'z vaqtida yetkazib berilishi kafolatlanadi.